Bugungi globallashuv davrida axborot kutubxona tizimida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, ilg'or tajribalarni o'rganish hamda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazi hamda Qozog'istonning Turkiston viloyati Forob ilmiy universal kutubxonasi bilan hamkorlikda xalqaro anjuman tashkil etildi. Anjuman doirasida ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash, tajriba almashish, innovatsion loyihalarni yo'lga qo'yish hamda kutubxona tizimini zamonaviy bosqichga olib chiqish masalalari muhokama qilindi. Tadbir atoqli davlat arbobi va taniqli yozuvchi Sharof Rashidov haykali poyiga gul qo'yish marosimi bilan boshlandi. Xalqimizning otashqalb farzandi xotirasiga hurmat bajo keltirildi. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari viloyat axborot kutubxona markazida karnay-surnay sadolari ostida tantanali kutib olindi. Anjuman davomida viloyat musiqali drama teatri ijodkorlari sahnalashtirgan badiiy chiqishlar namoyish etildi. Unda yurtimizdan yetishib chiqqan tarixiy siymolar bilan birga qozoq xalqining buyuk mutafakkiri Abay obrazi gavdalantirildi. Shuningdek, o'zbek adabiyotining yorqin vakillari Hamid Olimjon va Zulfiya ijodidan namunalar o'qildi. O'quvchi qizlar ijrosidagi raqslar, san'atkorlar chiqishlari tadbirga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishlab, mehmonlarni ham raqsga chorladi. Shundan so'ng kutubxona faoliyati bilan atroflicha tanishildi. Mehmonlarga yaratilgan zamonaviy sharoitlar, elektron resurslar hamda xizmat ko'rsatish ko'lami haqida batafsil ma'lumot berildi. Ma'lumot uchun Qozog'istonning Forob ilmiy universal kutubxonasi bugungi kunda hududdagi yirik axborot markazlaridan biri bo'lib, ilm-fan, adabiyot va madaniyatni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Hozirgi kunda kutubxonamizda 108 mingdan ziyod kitob fondimiz mavjud. Bunda badiiy adabiyotlar, o'quv adabiyotlar, sohaga doir bo'lgan turli adabiyotlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari elektron resurslarimiz ham bor. Umumiy kitobxonimiz 33 mingdan ziyod kitobxonlarimiz bor. Bizga bu hamkorlikdan keladigan asosiy foydalardan bittasi aloqalarimiz mustahkamlanadi, ma'lumot bazamiz kengayadi. Qozog'istonda tanlaganimizdan birinchi maqsad bu ularning o'zidan birinchi bo'lib bu maqsad aytib o'tildi. Bu kelajakdagi hamkorligimizni yana ham rivojlantirishiga sabab bo'ladi. Anjuman doirasida viloyat axborot kutubxona markazi zalida Qozog'iston burchagi tashkil etilib, 300 dan ortiq qozoq adabiyoti namunalari kutubxona fondiga sovg'a qilindi. Bu esa ikki qardosh xalq o'rtasida adabiy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qildi. O'zaro esdalik sovg'a almashinuv muloqotida mazkur anjuman ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish, tajriba almashish hamda qo'shma loyihalarni amalga oshirishda muhim platforma ekani alohida ta'kidlandi. Haqiqatdan ham shunday, adabiyot va madaniyat xalqlarni yaqinlashtiruvchi eng muhim omillardan biri. Tadbir davomida o'zbek va qozoq shoirlar tomonidan o'qilgan she'riy satrlar va ikki xalqning boy adabiy merosi haqidagi fikrlari do'stlik va madaniy yaqinlikni yanada mustahkamladi. Qozog'iston, Turkiston облысы Forob ilmiy kitobxonasi және Жазушылар одағының Түркістан облыстық филиалының мүшелері және төрағасы бастап осында келдік. Басты мақсатымыз арнайы осы кітапханаға 150 қазақ тіліндегі көркем әдебиетті сыйға алып келдік және қазақ тіл әдебиеті орталығын аштық. Осында ең басты мақсатымыз негізі екі елдің арасындағы әдеби байланысты нығайту. Фораб ғылыми кітапханасы Түркістан облыстың бас кітапханасы. Фораб ғылыми кітапханасына қарасты 400 кітапхана бар бізде. 6 миллионға жуық кітап қоры бар. Сондықтан енді 2021 жылы Фораб кітапханасы болып қайта аталды. Бізді таңғалдырғаны кітапхананың ерекше аурасы, ішке кіргендегі және сіздерде де өте жақсы смарт технологиялармен жабдықталған екен. Және сіздердің президенттеріңіздің осы кітапханаға деген ерекше ықыласы бізді қатты қуантты. Yakunda qardosh xalqlar axborot kutubxona markazlari o'rtasida hamkorlik bitimi imzolandi. Shu asosda kelgusida qo'shma madaniy ma'rifiy loyihalarni amalga oshirish, kutubxona tizimida zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etish hamda o'zaro tajriba almashinuvini yangi bosqichlari bo'yicha kelishib olindi.